Ha, maktabda g'irt bo'lmag'ir narsalarni o'rganganmiz bor-ku. Haligacha asqotmadi. Biz o'tgan hamma fanlarni bitta ham yordam tegmadi. Xudoyim, anu to'xtab tur, hozir qaytib qoraman. Orqamdagi hushidan ketib qoldi. Kechirasan, hozir qo'ng'iroq qoraman. Ho'y, eshit, tuzukmisan? To'qqiz bir eshitaman, nima bo'ldi? Salom, men parkdaman. Bu yoqda ko'z oldimda erkak kishi hushidan ketib qoldi. Tushundim, sir. Bizga yordamingiz kerak bo'ladi. Bizda o'sha rayonda ikkita tez yordam mashinasi bor. Bittasi sizdan 2 kilometr naryoqda 45 kilometr soatiga tezlikda o'tdi. Boshqasi 5 kilometr naryoqda 75 kilometr tezlikda o'tdi. Qaysi tez yordam mashinasi sizga tez keladi? Men balki siz navigatorda qarab ko'rarsiz. La'natda maktabda o'tmaganmisiz? Yo'q, men buni qachondir kerak bo'ladi deb o'ylamagan edim. Unda qaysinisini sizga tez jo'natishimiz mumkin? Bunaqa paytda nimaga biz matematika bilan shug'ullanyapmiz? Oddiygina kimdir jo'natsizchi. U bilan nimadir bo'lgan. Tez yordamni bittasi telefon qilib aytdiki, u yoqda ikkita yo'l bor ekan. Bittasi esa sariq g'ishtdan ekan. Ikkala yo'l ham parkka boradi. Qaysi yo'lni tanlashsan? Ular bilishmaydi qaysi yo'ldan kelishi. Kechirasiz, bu nima degani? Qanaqadir kitobdan o'qib beryapsizmi? Hazillashyapsizmi? Buni hamma maktabda o'qigan-ku. Xo'p, mayli. Xo'sh, ikkita yo'li parkka olib kelsa, unda ikkala yo'ldan ham yurib kelishi mumkin-ku, qanaqa vadashishi mumkin? Ha, tushundim, savolni mag'zini chaqqanga o'xshaysiz. Ular yo'lda. Ular kelishdi. Xudoyim rahmat erta kelganingiz uchun. Buni hammasi qisqa yo'ldan kelganimiz uchun bo'ldi. 10 ga elektrolit yetishmayapti. Elektrolit. Bizga natriy kerak. Men o'lchovchi stakanni olganda, yarim mol natriy qo'sh. Kim bunaqa bo'lchiydi? Bu yo'da millilitr-ku. Bu molar massa oddiygina millilitrga o'zgartir. Bo'laqo, bu 8-sinf ximiyasi-ku. Yo'q, maktabdagi ximiyalarga qo'yganim bor. Bu axlat haqiqiy hayotda hech kimga kerak bo'lmaydi. O'zi nima degani bu? Molar massani millimetrga o'zgartirmish. Oddiy gapda gapiringlar. Jalotlar. U o'ldi. Qayta topshirsam bo'ladimi? Haqiqiy hayotda hech nimani qayta topshira olmaysan. Bu senga maktab emas. Agar gapingga qo'shilishimizni xohlasang, ishonarli qilib insho yozganda, hammasini orqaga qaytarilib .uz ga jo'nat. Tushundingmi? Nima?